Assalamu alaikum, hurmatli No'xat Qavajimatot kanalının qatnashchilari. Bugungi kunga 30-oktyabr kunga 6-kun Valikolam Qursal universiteti bankdagi Qursal universiteti tanishib o'tamiz. Baringizlarga No'xat shahridan jalolimiz salom aytmoqchimiz. Baringizlar tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Qirg'iziston qaysi yerinde bo'lsa da like bosib, kommentar yozib, kontent chet elga ishlab yurgan mekandoshlarimizga yaxshi kelib olingizlar demoqchimiz. Bugün 6-kundagi kurslar bilan tanıştığız. Tushgacha ishlaydi banklar. Qancha olib ketdi ekan, shol yerdan ko'ramiz. Assalomu alaykum. Biz birinchilar Baqay bankka keldik. Baqay bankda dollar bilan euro birda ekan, rubl bo'lsa 1.35 tiyin ekan. Hurmatli tuğanlar, kechagi juma kungi kurs shunday turadi. Tushib turibdi, hurmatli tuğanlar, almashish sandir bo'ladi ekan. Alingizlar, yaxshi banklar, Baqay banklarda shul ekan. Aziya bankka keldik. Aziya bankda euro bilan dollar bilan euro birda ekan. Bu yerda rublda 1.35 tiyin ekan, hurmatli tuğanlar. Qozoq tengasi esa 0.20 tiyin ekan, 24 tiyin ekan. Kapital bankka keldik. Kapital bankda 82 so'm 50 tiyin dollar, 82 so'm 80 tiyin euro, 1.35 tiyin rubl ekan. Bu yerda rubl bugun 6-kuni har xil bo'ldi, biroq birda tentiradi. Boshqa banklarda ko'rasiz qancha ekan. Hurmatli tuğanlar, hozir biz Ekoislom bankka keldik. Ekoislom bankda 82 so'm 50 tiyin dollar, 82 so'm 50 tiyin, 82 so'm 80 tiyin euro, 1.33 tiyin ekan. Bu yerda rubl sal arzon ekan, hurmatli tuğanlar, Ekoislom bankda. Hurmatli tuğanlar, biz Finka bankka keldik. Finka bankda 80 so'm dollar, 80 so'm euro, 1.35 tiyin rubl ekan. Rubl barcha yerda birda ekan, biroq Ekoislom bankda sal arzon ekan, hurmatli tuğanlar. Shunday bugungi No'xat Qavajimatot kanali sizlar bilan qo'shiladi. Xudo xolasa inshaalloh nasibda ponedelnik kuni banklardan ko'rishamiz. Banklardan olib beramiz. Bizga like bosib, kommentar yozib qo'yingizlar. No'xat Qavajimatot kanalida hamma sizlarning xizmatinglarda 6-kundagi kurs o'tishi bilan oyoqda. Sog' salomat bo'lingizlar. Ko'rishga tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.